Assalomu alaykum. Asilbekchiyan YouTube kanal obunachilari, bizni musofirdan turib kuzatib turgan aka opa singillar. Asilbekchiyandan birinchi tur o'yinimizga start berdik. Bizning o'yinimizda ishtirok etadigan sovg'alar: birinchi o'ringa ikkita Spark, bittasi 16, bittasi 17. Holati a'lo darajada. Undan keyin bizda pul konvert jackpotlarimiz bor. 3 ta $1000, 5 ta $500 va 50 ta 2000 rubl. Jami biletlar soni 2999 ta. Bilet narxi atga 800 rubldan. Bizda Telegram kanali ham mavjud. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Biz qaysi o'yinga start berdik, qachon final, nechta bilet qoldi, hammasini Telegram kanalda aytib boramiz. Telegram kanal video pastida описаниеda bo'ladi. Bemalol o'tib omadlaringizni sinab ko'rishlaringiz mumkin. 1 2 3 4 deb ketamiz qadrli obunachilar. Nasibimiz keyingi o'yinlarda biz birinchi o'yinimizga ikkita offlaynga spark qo'yilgan, bittasi 16, bittasi 17. Endi mashinalar ichini ko'rsatamiz. Keling. Mashinalarning holati a'lo darajada. Shokolad zver bo'lib turibdi. Shu yutasiz, olasiz, haydaysiz, ketasiz. Nasib bo'lsa, har bitta mashinani yutib olgan musofirga o'zim, shaxsan o'zim, Asilbekchiyan to'y tantana tomosha bilan olib borib beraman. Bu mashinamiz mexanika. 2016 mexanika. Endi ikkinchisi. Voy. Buni ichini qarang siz. Buni ichini qarang. Olish kerak, yutish kerak, haydash kerak. Bironta ish qilmaysiz. Tog'ajon, sizga bundan zo'rini loyiq ko'rmadim. Ishoning. 800 rublga ataga. Endi bundan ko'p. Faqat kimda bo'ladi? Faqat Asilbekchiyanda bo'ladi. Ko'ring mana. Hamma joy a'lo darajada. 2017 yili. Qadrli obunachilar, bu bizning birinchi o'yinimiz nasib bo'lsa, bundan keyingi o'yinlarimizda bundan da ko'p yutuqlar qo'yamiz, bundan da ko'p sovrinlar qo'yamiz. Hozirgi o'yinimizda ikkita spark qo'yilgan, bittasi 16, bittasi 17. Bundan tashqari 3 ta $1000 qo'yilgan, 5 ta $500 qo'yilgan. 50 ta 2000 rubldan. Bemalol ataga 800 rubl evaziga omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Faqat oilaviy byudjetga zarar keltirmagan holda. 800 rublga nima beradi? Petochkaga borsangiz, bitta energetik bilan bitta shokolad olib qaytasiz. O'shaning evaziga bemalol yutib olishingiz mumkin. Xohlang buni, xohlang bunisini.